Necha yoshdan telefon ishlatib boshlash kerak deb o'ylaysiz? 16 yaşdan keyin. 15-18 yaş. Maktab bitirgandan keyin. Menimcha 17 yaşlar, 18 yaşlarda işletse bo'lardi. Telefon, короче, qiz bola olsa umuman mümkün emas. Əgər çıxandan ki, əyri versə, şunda işlətsə bo'lardi. O'g'il bola o'zi kallasi bilan o'qishga kiradigan bo'lsa, shu vaqtda atası berishi kerak. O'zingiz necha yoshda ishlatib boshlagansiz? Ben 11. sınıfını bitirgandan keyin. 25 yaşımda ishlatganman men telefonni. 45 yaşlarında. 10 yil bo'lganda ishlatganim, evvel bize ne домашний telefonda ishlatadigan deydi. Toshni bilan mendan shu toza, ya'ni titan degan telefonlar bor-ku, birinchi menda bor edi. Maktabda direktor do'kadi, to'g'risini aytsam. Hozir telefon ishlatasiz? Hazır Samsung Honor. A17. Özümki bilmeyeyim mi adamı? Samsung mu? Vivo 180 telefonum bu zaman to'g'risini aytsam. Agarda siz ham telefoningizni o'zgartirajak bo'lsangiz, J-Mobile telefon do'konidan bir pasport bilan plastik evazini xohlagan telefoningizni oldindan to'lovsiz muddatli to'lov olsangiz bo'ladi. Va eng asosiysi telefonga garantiya beriladi va hamyonbop narxida chiqarib beradilar. Aytgancha, J-Mobile'da Samsung arzon.